Assalomu alaykum obunachilar. Kechki savdomiz bugungi sanaga kelsa 2025-yil 19-iyun kuni xudo xolasa bu pressimizni sotdik. Bu pressimiz razmeriga keladigan bo'lsak 1.60 ga 2.60 bo'ldi. Borting balandligi 50 sm, reshetkasi 70 bo'ldi. Poldan 1.20 bo'ldi. Mol pressib 1 moslik. Press ma'qul bo'ldimi, Murat? Ma'qul. Ha? Ma'qul. Zo'r. Hamma narsasini qilib berdik, ha? Farqobi elektromontajlarni hammasini qilib berdik. Kim shunday presslar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda presslarimiz bor. Bu Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumanimi? 4 tumanidan berdik. Asa tabriklar. Murat. Endi shamol bo'lsa yaxshi kunlarda ishlaydi. Yana shu probkasi. Bu pressimiz razmeri 1.60 ga 2.60 mol tashish uchun. Taglari pol 15 lik lasetli baloqlar bilan taglar 1 to'rvoda. Risollar baquvvat 1.5 tonna 2 tonna bemalol bosadigan risollarda. Hamma sharoitlari bilan qilib berdik men. Yana bir bilkasi, yana bir kuzov nomeri. Kim shunday presslarga kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda presslarimiz bor. Sog' bo'ling, assalomu alaykum.